Yangi avlod maxsus sanoat zonasi Prezidentimizning 24-yil martdagi 138 sonli qarori bilan boshlangan. Sanoat zonani ochishdan maqsad Toshkent shahrini sanoat potensialini yanada rivojlantirish va mintaqaga xizmat qiladigan yuqori texnologik loyihalarni jalb qilib, zavodlarni barpo etish va yangi ish o'rinlarini yaratish. Yangi avlod maxsus sanoat zonasining maydoni 764 gektardan iborat bugungi kunda. 38 zavod joylashtirilgan. Oziq-ovqat, logistika, metallurgiya, tekstil, tibbiyot sohasidagi loyihalarni joylashtirganmiz. Katta halqa yo'li oldingi Buyuk Ipak yo'li hisoblanadi, qadimiy. Va bu bizning sanoat zonamizdan yuqori tezlikda harakatlanuvchi yuk tashuv poyezdlari temir yo'l o'tganligi va shu o'rinda aytib o'tish joizki, biz shu Toshkent shahar hokimligi, Toshkent Invest kompaniyasi bilan birgalikda biz dunyoda mana shu ikkinchi o'rinda turadigan Dubayni DP World kompaniyasini ham aynan jalb qilganmiz. Yangi avlod maxsus sanoat zonasiga aynan shu tadbirkorlarimizning logistika muammolarini hal qilish nuqtai nazaridan. Maxsus iqtisodiy zonalarning qonunda belgilangan imtiyozlari mavjud. Ular o'sha foyda solig'idan ozod qilinishi, kiritilgan investitsiyasiga qaraladi. Yer solig'i, mulk solig'i. Bizda unikal tarafimiz shundaki, imtiyozlardan tashqari joylashgan manzili. Ikkinchidan, zavoddagi ishlaydigan oddiy ishchilardan tortib, yuqori malakali mutaxassislarni ham jalb qilish imkoniyati mavjud. Uchinchi tarafdan bu hozirgi kunda yangi aeroport ham qurilyapti. Bizdan 15 daqiqalik yo'l masofasida, bilasiz, yer toifasi o'zgarganda nobudgarchilik to'lovi belgilangan butun respublika bo'yicha. O'sha narsadan tadbirkorlarimiz soqit qilingan va bundan tashqari bizda bu yerda mana Yangi avlod maxsus sanoat zonasida shtab tashkil qilganmiz. Barcha tadbirkorlarni qiynaydigan savollar, hujjatga, ya'ni qurilishga ruxsatnoma olishdan boshlab, svet, suv, gazga ulanish masalalari barchasiga biz ularga amaliy yordam ko'rsatib kelamiz. Kadastr hujjatlarini vaqtida rasmiylashtirish yo'lga qo'yilganligida tadbirkorlarimiz juda bundan mamnun. 25-yildan boshlab invest loyihalar joylashtirish boshlandi. Mazkur 38 zavodning o'zidan hozirgi kunda 8000 ish o'rni yaratiladi. Bundan tashqari 30 trillionga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi. Qo'shilgan qiymat solig'ining o'zidan poytaxtimizga mazkur 30 trilliondan kamida 1 trillion soliq tushishi rejalashtirilgan. Mazkur yangi avlod maxsus sanoat zonasi Toshkent shahrimiz uchun juda ham iqtisodiy, ijtimoiy nuqtai nazardan yuqori ko'rsatkichlarga olib chiquvchi bir yirik loyiha hisoblanadi. Albatta bunga Toshkent shahar hokimiyati tomonidan kelib tadbirkorlarning holidan xabar olinadi, muammolari bo'yicha shahar hokimimiz o'zlari ham majlis o'tkazadi. Tadbirkorlarni qiynayotgan savollar amaliy yordam berib kelinyapti. Shu nuqtai nazardan barcha bizga yordam berib kelayotgan mutasaddilarga ham o'zimizga minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman.